Demak, navbatdagi savolga yuzlanamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. 1998-yildagi 433-qaroriga asosan dadam Yusuf Akbar Aliga yerdan doimiy foydalanish huquqi bilan yer ajratib berilgan. Dadam oshxona binosi qurganlar. 2014-yil oshxonani dadam men nomiga hadya asosida o'tkazib berganlar. 19 yil bo'lgan bo'lsa, 19 yildan beri yer solig'i, mulk solig'ini o'z vaqtida to'lab kelamiz. Oshxonam ham, joylashgan yer ham bozorda tasarrufida emas. Shunday bo'lsa-da, Begor shahar dehqon bozori mendan infra to'lashini talab qilib kelyapti. Bu yerda ko'rgaz, suv, kanalizatsiya, chiqindi, hammasi bilan shartnoma asosida pul to'langan. Begor shahar hokimi MCJ dehqon bozorining manfaatini ko'zlab meni sudga beryapti, infrani to'lashimni so'rab talab qilib, sud ham Begor shahar hokimini da'vosini qanoatlantiryapti. Masalan, shartnoma yo'q. Shartnoma tuzilmagan bozor bilan. Hech qanday xizmat ko'rsatmaydi. Bozor tasarrufida emas. Oshxona. Shu to'g'rimi? Soliq kodeksining 386-birinchi qismi 1-bandiga bu zid emasmi? Shunga aniqroq oydinlik kiritsangiz, iltimos. Muhammad Ali aka, shu o'rinda savol berayotgan tadbirkorning savolidan kelib chiqadigan bo'lsak, umuman bozor ma'muriyatining shunday talab qo'yishga haqqi bormi? Ushbu savoldan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, ushbu tadbirkorlik subyektini biz o'zimizga tilda qizil liniya deb aytamiz. Ushbu do'kon, shu dehqon bozori, Bekor shahar dehqon bozori hududidami yoki uning hududidan tashqaridami? O'sha masalaga oydinlik kiritish lozim bo'ladi birinchi o'rinda. To'lovlarni o'zi amalga oshirishini, bozor ma'muriyati unga umuman aloqasi yo'qligini ta'kidlab o'tyapti. Shu o'rinda ham bozor ma'muriyati undan talab qilishga haqlimi o'sha? Bir og'iz bilan aytish mumkin, agar bozor hududidan tashqarida joylashgan bo'lsa, belgilangan tartibda infra to'lovlarni, ya'ni o'sha kommunal xizmati bo'ladi, boshqa elektr energiya yoki gaz yoki oqov suvlar uchun to'lovlarni tadbirkor o'zi alohida amalga oshirsa, bozor ma'muriyatini undan ijro to'lovlarini, ya'ni oldingi qarorlarda infra tuzilma deb aytilgan o'sha infra to'lovlarini bugungi kunda ijro to'lovlari deb aytiladi. Ijro to'lovlarini talab qilib olishga haqligi yo'q. Bu tadbirkorimizni e'tirozlari o'rinli birinchiga. Chunki mana hozir bozor hududida joylashgan mulkdorlar deganda o'zida bir savol tug'iladi. Bozor hududi o'zi qayer? Agar u chegaradoshmi yoki bozor hududi bilan o'ralganmi? Bu o'rinda savol tug'iladi. Agar kommunal to'lovlarni infratuzilmadan foyda o'zi mustaqil xarajatlarni amalga oshirayotgan tadbirkor bo'lsa, nima uchun bu tadbirkor yana alohida bozor idorasi, bozor ma'muriyatiga infratuzilma pul to'lash kerak? O'rinli savol. Bu hozir infratuzilmani belgilashda mulkdorlardan olinishi lozim bo'lgan miqdori shaffof emasligi. Bozor bu yurtimizdagi bozorlarni faoliyatini o'zi shaffof emasligidan dalolat beradi. Chunki istagan bozorga boring, bu agar tadbirkorlik subyektiga, masalan, bozor hududi ma'lum bir miqdorga nisbatan tadbirkorga tegishli bir qismini, xarajat qismini to'lab bergan desa, tadbirkor hech qachon e'tiroz bildirmaydi, xususiy miqdor bo'ladigan taqdirda. Vaholanki, yo'q, sen bozor hududida joylashding, endi shu qat'iy belgilangan miqdor to'lashing shart deb oyoq tirab turib oladi, lekin summani asoslashtirib bermaydi. Bugungi kunda mana shuncha islohotlar amalga oshirilmoqda. O'ylaymanki, shu bozor va savdo komplekslarida joylashgan xususiy miqdorlarni ham to'lash lozim bo'lgan pul miqdori, infratuzilma ijara to'lovlari, yo ijara to'lov emas, yo majburiy xizmatlar uchun to'lanayotgan to'lov, to'g'rimi? Majburiy xizmatlar. Shu majburiy xizmatlarni belgilash va ularni undirish tizimini takomillashtirish va unga oydinlik kiritib, uni shaffoflashtirish vaqti yetdi deb o'ylayman. Endi oydinlik kiritilgan, agar 17-yil uchun tadbirkorimiz bu 28-54-son bilan ro'yxatdan o'tkazilgan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi hamda Moliya vazirligining qarorlari 20-yanvarda Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkazilgan. Ushbu qarorda, ushbu qo'shma qarorda belgilab o'tilgan bozor nima uchun pul olayotganligi, ijro to'lovlari nima, taqsimoti keltirilgan. O'sha xavfsizlikni ta'minlash, obodonchiligini ta'minlash, yo'l trotuar bruschatkalarini ta'minlash, suv oqova hamma narsasi xizmat shakllari
bo'lib ko'rsatilgan. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni bu ijara to'lovi deb umumiy yuritilsa-da, lekin uning ichidagi Infratuzilma har to'lovlar. bitta infratuzilma obyektlar Demak, bu alohida to'lov. demoqchi. Soliq hozir alohida to'lov bitta umumiy qilib ijara to'lovi deb yuritiladi. davlat soliq idorasi vakili to'ppa-to'g'ri aytdilar. Haqiqatan ham shu infratuzilma to'lovlari, xavfsizlik, obodonlashtirish, brushatka, transformator va albatta hammasi bo'yicha belgilangan. Men berayotgan savolim boshqacha. Tadbirkorning ham e'tirozi boshqa. Haqiqatda shu belgilangan 1 2 3 4 5 6 7 8 qilib belgilangan. Lekin tadbirkor aytmoqdaki, bugungi kundagi tadbirkor, baraka topkur, men buni o'zim alohida to'layapman-ku. Men alohida san olayotgan 4800 yoki 10000 so'mlikni alohida suvga, gazga, elektrga, telefondan foydalanishga, o'zimga tegishli bo'lgan hududda obodonlashtirishga, xavfsizlikka men o'zim alohida shartnoma bilan to'layapman. Nima uchun men yana bozorga to'lashim kerak deyapti? Mana savol qayerda? Lekin Mana men savol yuqoridan aytib o'tdim, o'sha birinchi o'rinda o'sha bozor hududiga, ya'ni tadbirkorlik subyektida joylashgan hududga aniqlik kiritish lozim. Ushbu hudud, ya'ni shu tadbirkorlik subyektining turg'un savdo shoxobchasida joylashgan yeri bozor hududidan, ya'ni qizil liniyadan ichkaridanmi yoki tashqarida? Birinchi o'rinda ushbu holatga aniqlik Demak, tadbirkor kiritgandan hozir bu keyingina savolda aytib o'tmadi demoqchisiz. Lekin yonida joylashgan deb aytyapti-ku, o'sha bozor hududini yonida, ichida emas. agarda o'sha qizil liniya tashqarisida bo'lsa, bozor ma'lumoti Necha metrgacha tashkil etadi o'sha bozor hududini? Qizil liniyani kim belgilaydi? Qizil liniya. Qizil liniyani kadastr belgilaydi, hokimiyat, o'sha mahalliy hokimiyat tomonidan bozor ma'muriyatiga yer ajratilgan yerdan kelib chiqib, o'sha kadastr xizmati uning o'lchovini belgilab beradi. Mana savol mana endi siz berayotgan savolga yetib keldik. Nima uchun mana bozor hududiga chegaradosh? Nima uchun kadastr yoki hokimiyat, o'sha mahalliy hokimiyat tadbirkorni ogohlantirmasdan, tadbirkorning qo'lida hujjati bor. Yerga egalik, doimiy foydalanish huquqini beruvchi, ustida ko'chmas mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi o'sha kadastr tomonidan berilgan tegishli hujjati bor. Lekin nima uchun hokimiyat tomonidan, ya'ni shu mavjud hujjat bo'lishiga qaramasdan boshqa qaror chiqarib, bu o'z-o'zidan etmasdan bozor hududiga joylashgan deb chiqazib berilmoqda. Mana bu muammo. Chunki Hozir Muhammad aka, Anvar akani eshitib olaylik. nima uchun? Chunki bu yerda bu qarorni hal etganlarga qizil chiziqli kadastr belgilaydi. Bu hokimiyat bilan kelishilgan holda. Bu hozir buni belgilash tartibi qanaqa? Men o'sha savol berdim. Buni qizil chiziq belgilash tartibi qanaqa? Nima uchun 20 yildan beri alohida xususiy mulk bo'lgan joy, ko'chmas mulk o'zidan-o'zi kimnidir xohishi bilan bozor hududiga kirib ketmoqda. Nima uchun bu tadbirkorni xususiy mulkka kafolatga huquqi poymol etilmoqda? Mana savol qayerda? To'g'ri, ushbu holatga nima edi? Oydinlik, ushbu holatga kelib chiqishiga sabab meni fikrimcha o'sha belgilangan tartibda qabul qilingan hokim qarori yuridik xulosadan o'tmaganligini bilishimiz mumkin. Agarda yuridik xulosadan o'tganda edi, ushbu qaror asosida muqaddam qilingan qarori bekor qilinganligi to'g'risida ko'rsatib o'tilishi lozim edi. Muhammad aka shu o'rinda, demak, Ravshan akaga yuzlanamiz. Ravshan aka, siz nima deb o'ylaysiz? Bu nizom ko'rib chiqilgan ekan, tegishli qaror qabul qilinayotganligi to'g'risida ham bildirib o'tdilar. Lekin bitta narsani biz unutishimiz kerak emas. Bozor ma'muriyati, ya'ni bozorning hududida faoliyat yuritayotgan har bir jismoniy yoki yuridik shaxs bilan o'rtasidagi munosabatlarni fuqaroviy huquqiy xususiyatga ega bo'lgan bitim shartnoma asosida amalga oshirish kerak. Lekin Ravshan aka aytayaptilar, ular demak bozor bilan hech qanday shartnoma yo'qligini ta'kidlab o'tyapti. Ikkinchidan, biz hozir fuqarolik sudda ish yurituvida qaror qabul qilinganmi, xo'jalik sudda ish yurituvida qaror qabul qilinganligini muhokama qilmayapmiz. Biz holatga nimasidan? Xolis baho berish, mutaxassis tariqasida fikrlarimizni bildirish. Endi sudlarning o'sha tomonidan qabul qilingan qarorlar to'g'ri etish, apellyatsiya instansiyalari, kassatsiya instansiyalari va kerak bo'lsa nazorat instansiyalari ham mavjud. O'sha instansiyalarga murojaat qilib, sudning o'sha quyi sudlarda qabul qilgan qarorlarning qay darajada qonuniyligi, adolatliligi va asosligi masalasini yuqori turli sudlar hal qiladi. Endi agar ular aytganidek krasniy liniya deyapsizlar, mana soliqchilarimiz shunday deyapti. Qizil liniyani qanday qilib
soliq organlari sizlar belgilanisizlar yoki savdo sanoat palatasi yoki advokatlar yoki sud demaymiz. Bu masala bilan shug'ullanadigan o'sha kadastr, ya'ni yer maydonlari bilan bino inshootlar bilan bevosita ishlaydigan kadastr xizmatlari bor deydi. Bu holatda ham Bekobod shaharida shahar miqyosidagi kadastr xizmati faoliyat yuritadi. O'sha kadastr xizmatiga bor va tadbirkorimiz murojaat qilsalar rasmiy ravishda bozor hududiga qaysi maydonlar kiradi va bu kishini o'sha otasidan qolgan hozirda foydalanib kelayotgan joyini hududini chegarasini bilib olish imkoniyati bor. Kerak bo'lsa o'sha yuqori turuvchi sudlarning yuqori turuvchi instansiyalariga bu hujjatlar taqdim etilsa, bu nizom bo'yicha adolatli, qonuniy, asosli qaror qabul qilinadi va tadbirkorning o'sha huquqlari tiklanadi degan nimani beradi, maslahatni beradi. Rahmat Ravshan aka, demak tadbirkorimiz kerakli ma'lumotlarni oldi deb o'ylaymiz. Marhamat, bizda keyingi savol.